Men o'sha videoni unga ko'rsatganimda g'alaba qildim deb o'ylagandim. Nihoyat haqiqat yuzaga chiqdi. Endi u meni himoya qiladi, otasini uydan haydaydi deb o'ylagandim. Lekin u monitorga tikilib turdi-da, sekin menga o'girildi. Uning ko'zlarida g'azab bor edi, ammo otasiga emas, menga nisbatan. "O'zing xohladingmi?" dedi u sovuqqonlik bilan. "Otamni o'zing yo'ldan urdingmi, iflos?" O'sha lahzada men nafaqat erimni, balki butun dunyoga bo'lgan ishonchimni yo'qotdim. Men fosh qilgan sir mening hukmimga aylandi. Hayot bu yozilmagan kitob, har bir sahifasi kutilmagan burilishlarga to'la. Ba'zan biz panoh deb bilgan qo'rg'onimiz aslida eng xavfli qafas bo'lib chiqadi. Bugungi hikoyamiz qahramoni 27 yoshli, taqdirning achchiq sinovlariga uchragan singlimiz. Uning iltimosiga ko'ra ismlar sir tutildi, ammo voqealar, og'riqlar va ko'z yoshlar barchasi haqiqiy. Agar siz ham adolat va haqiqat tarafida bo'lsangiz, videoga like bosing. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqing. Zora bu hikoya kimningdir ko'zini ochsa. Boshladik. Men 20 yoshda edim. Bahor gullaridek ochilib turgan, hayotdan faqat yaxshilik kutadigan sodda qiz edim. Ota-onamning xohishi men uchun qonun edi. Ular "Baxtli bo'lasan, qizim, yaxshi joydan sovchi chiqdi" deyishganda, yuragimda na quvonch, na qo'rquv bor edi, faqat itoat bor edi. Bo'lajak turmush o'rtog'im bilan to'ydan oldin bor yo'g'i 5 marta uchrashdik. U ko'rkam, jiddiy, kamgap yigit edi. Biz parkda yurar ekanmiz, o'rtamizda g'alati sukunat hukm surardi. Men kutardim. Kino va kitoblardagi kabi yuragim jiz etishini, ko'zlarimiz to'qnashganda chaqmoq chaqishini kutardim. Lekin bunday bo'lmadi. Qarindoshlarim esa "Muhabbat to'ydan keyin keladi, qizim. Erkak kishini yashab bilasan. Tanigan bilan yashash zerikarli, siri bo'lmaydi" deb uqtirishardi. Men ularga ishondim. To'y kuni oppoq libosda ko'zguga qarab o'zimga o'zim va'da berdim. Men dunyodagi eng yaxshi kelin bo'laman. Men bu insonni sevib qolaman. Albatta sevaman. Nikoh kechasi. U menga yaqinlashganda men titrab ketdim. Uning qo'llari muloyim, ammo biroz sovuq edi. O'rtamizda yonib turgan ehtiros yo'q edi, lekin hurmat bor edi. U menga ozor bermadi. "O'rganib ketamiz", dedi u sekin pichirlab. Shu bir og'iz so'z menga umid berdi. Ha, bizda olovli sevgi yo'q edi, lekin biz bir-birimizga suyanishimiz mumkin edi. Men shunday deb o'ylardim. Erimning oilasi katta va serhasham edi. Qaynota-qaynonam, erimning akasi, uning xotini, ovsinim va ularning 2 bolasi. O'zbekchilik, hammamiz bir hovlida, bir qozondan ovqat yeb yashardik. Dastlabki 3 oy xuddi tushdek o'tdi. Kelinlik vazifalari sahardan turib hovli supurish, nonushta tayyorlash. Men charchasam ham yuzimdan tabassum arimasdi. Qaynonam qattiqqo'l, lekin adolatli ayoldek tuyulardi. Lekin bu uyda g'alati bir atmosfera bor edi. Devorlarning ham qulog'i bordek, har bir burchakda qandaydir sir yashiringandek tuyulardi. Ovsinim. U o'ziga xos, sho'x, chiroyi o'rnida ayol edi. Lekin uning ko'zlarida men tushunmagan bir o't yonardi. U ko'pincha erimning akasi, o'z eri yo'g'ida o'ziga ko'proq oro berar, ochiqroq kiyinar edi. Dahshatli voqealar sekinasta boshlandi. Kunduzlari uyda kim qolardi? Erim va qaynim ishda, bolalar maktabda, qaynonam ko'pincha qo'shnilarnikida yoki bozorda bo'lardi. Uyda men, ovsinim va qaynotam qolardik. Uy katta, ish ko'p. Men ko'pincha oshxona yoki hovli ishlari bilan band bo'lardim. Ovsinim esa u ko'pincha uy ichida, qaynotamning xonasi atrofida g'imirlardi. Avvaliga e'tibor bermadim. Kelinlik xizmatida deb o'yladim. Ovsinim qaynotamning xonasini o'zi yig'ishtirishni talab qilardi, meni u yerga yaqinlashtirmasdi. Bir kuni, o'sha mash'um kun, men dahlizdan o'tayotgandim.
Qaynotamning xonasi eshigi qiya ochiq edi. Ichkaridan g'alati, bo'g'iq ovozlar, shivirlashlar va kiyim shitirlashi eshitildi. Yuragim duk etib to'xtadi. Oyoqlarim o'zimga bo'ysunmay eshik tirqishiga yaqinlashdim. Va men ko'rgan manzara mening butun dunyoqarashimni ostin-ustun qilib yubordi. Qaynotam va ovsinim. Ular shunchaki gaplashib o'tirishmagan edi. Ular juda yaqin, haddan tashqari yaqin edilar. Ovsinimning kulgusi, qaynotamning uning belidan ushlab turishi. Bu shunchaki qaynota-kelin munosabati emasdi. Bu harom edi. Bu xiyonat edi. Men og'zimni qo'llarim bilan yopib orqaga tisarildim. Shokka tushib qolgandim. Xonamga yugurib kirib, eshikni qulfladim va yostiqni tishlab yig'ladim. Xudoyim, men qayerga tushib qoldim? Bu qanday oila? Bu qanday ifloslik? 2 kun o'zimni kasalga soldim. Xonamdan chiqmadim. Ularning ko'ziga qarashga botina olmasdim. Ovsinim hech narsa bo'lmagandek yurardi, qaynotam esa viqor bilan choy ichardi. Men bu sirning og'irligi ostida ezilib borardim. Lekin eng yomoni hali oldinda ekan. Ovsinim bilan bo'lgan voqea bu shunchaki boshlanishi edi. Qaynotam bu o'yinida men ham ishtirok etishimni xohladi shekilli. Uning nigohlari o'zgara boshladi. Avvaliga men buni shunchaki qarilik, otalarcha e'tibor deb o'yladim. Lekin bu nigohlarda ota mehri emas, erkak shahvati bor edi. Bir oy o'tdi. Bir kuni men vannaxonani tozalayotgandim. Yengimni shimarib, egilib pol artardim. Birdan eshik ochildi. Qaynotam. Yuragim qinidan chiqib ketayozdi. Odada, men tozalayapman, hozir chiqaman, dedim shosha-pisha. U esa chiqib ketmadi. Eshikni ichkaridan yopdi. U kelin, juda pazandasan, ozodasan, dedi u menga yaqinlashib. Uning ovozi xirillab chiqardi. O'g'lim adashmabdi. Seni tanlab xato qilmabdi. Men burchakka tiqilib qoldim. Qo'limdagi latta polga tushdi. U menga juda yaqin keldi. Uning hidi tamaki va qandaydir yoqimsiz hid dimog'imga urildi. U qo'lini ko'tarib sochimni siladi. Yoshroq bo'lganimda senga o'zim uylanardim, dedi u iflos jilmayish bilan. Bu gap mening qulog'imga qaynagan qo'rg'oshindek quyildi. Men bor kuchimni yig'ib, uni itarib yubordim va vannadan otilib chiqdim. To'g'ri qo'shnimiznikiga yugurdim. Nafasim bo'g'zimga tiqilib qaltirardim. Qo'shni ayol holimni ko'rib qo'rqib ketdi. "U nima bo'ldi, qizim? G'ulon hovlida ilon ko'rdim", deb yolg'on gapirdim. Tilim aylanmasdi haqiqatni aytishga. Kimga aytaman? Kim ishonadi? Qaynotang senga ko'z olaytiryapti desam, hamma meni buzuq, tuhmatchi demaydimi? O'sha kundan boshlab hayotim do'zaxga aylandi. Men o'z uyimda, o'z xonamda qamalib o'tiradigan bo'ldim. Dasturxonda birinchi bo'lib turib ketardim. Qaynotam qayerda bo'lsa, men o'sha yerdan qochardim. Lekin u to'xtamadi. U meni yo'laklarda ushlab olardi. Burchakka qisardi. "Qochma, kelin, mendan qo'rqma", deb qo'llarini uzatardi. Uning qo'llari badanimga tekkanda men o'zimni ifloslangandek his qilardim. Vannaga kirib soatlab yuvinardim, terimni shilib tashlagudek ishqalardim, lekin o'sha jirkanch his ketmasdi. Men chiday olmadim. Bu yukni yolg'iz ko'tarish mumkin emas edi. Erimga aytishim kerak. U mening suyanchig'im-ku, u meni himoya qiladi-ku. Kechqurun yotoqda yotganimizda jur'atimni yig'dim. "Azizim, men sizga bir gap aytishim kerak", dedim titrab. Va hammasini aytdim. Qaynotamning qiliqlarini, menga tegajog'lik qilganini, gaplarini. Men kutgandimki, u g'azablanadi, otasining oldiga borib janjal qiladi. Lekin u kuldi. "Sen aqldan ozdingmi?" dedi u menga tikilib. Mening otama. 5 mahal namoz o'qiydigan, mahallada obro'li odama. Sen meni ota-onam bilan urushtirmoqchimisan?
Maqsading nima o'zi? Men yig'lab qasam ichdim. Lekin u ishonmadi. Daliling bormi? Yo'q. Bo'ldi, o'chir ovozingni. Yana bir marta shunaqa desang, tilingni sug'urib olaman, dedi. Adolatsizlik meni yondirib yuborayozdi. Men haq edim. Men qurbon edim. Lekin meni aybdor qilishdi. Shunda men qaror qildim. Dalil kerakmi? Bo'ladi. Men erimga vannaxonaga kuzatuv kamerasi o'rnataylik, go'yoki narsalar yo'qolyapti deb aytamiz, dedim. U rozi bo'ldi, faqat meni tinchlantirish uchun. Kamera o'rnatildi. Men o'ljaga aylangan ovchi kabi kutdim. Va o'sha kun keldi. Men vannaga kirdim, eshikni ataylab ochiq qoldirdim. Tozalashni boshladim. Qaynotam kirdi. Xuddi kutilganidek. U menga yana yopisha boshladi. Quchoqlashga urindi, uyatsiz gaplar gapirdi. Men chidadim. Kamera hammasini yozayotganini bilib, tishimni tishimga bosib chidadim. Keyin uni itarib yugurib chiqdim. Kechqurun erim keldi. "Mana", dedim men telefonimni unga uzatib. "Mana dalil. Endi ko'ring otangiz kimligini." Erim videoni ko'rdi. Uning yuzi avval oqardi, keyin qizardi, keyin ko'karib ketdi. Uning ko'zlarida men dahshatni ko'rdim. Men yengil tortdim. "O bo'ldi, endi u tushundi", deb o'yladim. U xonadan chiqib ketdi. 2 soat yo'q bo'lib ketdi. Men xonada o'tirib chamadonimni yig'ishtirish haqida o'ylardim. Biz bu uydan ketamiz, alohida yashaymiz deb o'yladim. Eshik ochildi. Erim kirdi. Lekin u meni quchoqlamadi. Uzr so'ramadi. U menga nafrat bilan qaradi. "O sen", dedi u tishlari orasidan. "Sen otamni yo'ldan urding. Sen ataylab qilding. Sen shaytonsan", qulog'imga ishonmadim. "U nima? Videoni ko'rdingiz-ku?" U menga yopishdi, "Otam qari odam. U o'zini bilmaydi. Sen yoshsan, sen hayo qilishing kerak edi. G'unajing ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Sen unga ko'z suzgansan, sen uni majburlagansan." Bu gaplar, bu ayblovlar meni tamom qildi. O'z erim meni himoya qilish o'rniga o'z otasining gunohini menga yukladi. U haqiqatni ko'rib turib ham ko'r bo'lishni tanladi. Chunki otasiga qarshi chiqishga, haqiqatni tan olishga uning jur'ati yetmadi. U qo'rqoq edi. Shu ondayoq bu uyda bir daqiqa ham qolmasligimni tushundim. Men narsalarimni yig'dim. "Men ketaman", dedim. "Ketsang ketaver. Senga o'xshagan buzuq xotin menga kerak emas", deb baqirdi u ortimdan. Ota-onamning uyiga qaytdim. Hammasini aytib berdim. Dadam g'azabdan tutaqib ketdi. Onam yig'ladi. Lekin ular menga ishonishdi. "O qizim, sen poksan, biz seni bilamiz", deyishdi. Bu men uchun eng katta madad bo'ldi. Ajrashish jarayoni boshlandi. Qaynonam va erim meni ayblashda davom etishdi. "Keliningiz otamizga osildi", deb tuhmat qilishdi. Ammo dadam qattiq turdi. "Agar qizimni tinch qo'ymasangiz, videoni sudga beraman, butun mahallaga ko'rsataman", deb po'pisa qildi. Shundan keyingina ular qo'rqib ajrashishga rozi bo'lishdi. Hozir men ota uyimdaman. Fabrikada ishlayapman. Tinchman. Lekin yuragimda chuqur jarohat bor. Ko'chada erkak kishini ko'rsam titrab ketaman. Turmushga chiqish bu haqda o'ylashga ham qo'rqaman. Qaynotam va ovsinimning xiyonati, erimning adolatsizligi, bularning bari meni erkaklarga bo'lgan ishonchimni sindirdi. Og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadi, deyishadi. Men endi har bir qadamimni o'ylab bosaman. Lekin umidimni uzganim yo'q. Bilaman, dunyoda yaxshi insonlar ham bor. Alloh menga ham bir kun chinakam baxtni, meni tushunadigan, meni himoya qiladigan
g'unajin ko'zini suzmasa deb tuhmat qilmaydigan mard insonni uchratishni nasib qiladi. Aziz ayollar, singillar, mening hikoyamdan xulosa qiling. Agar sizga nisbatan nohaqlik bo'layotgan bo'lsa, jim turmang. Qo'rqmang. Siz yolg'iz emassiz. Hatto eng yaqin insoningiz yuz o'girsa ham, haqiqat baribir siz tomonda bo'ladi. O'zingizni asrang. Nomusingizni, g'ururingizni hech kimga toptatib qo'ymang. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar bu video yuragingizga yetib borgan bo'lsa, izohlarda fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.